Hürmetlik vatandaşım, işke eğiz gep kılaylı biz başta görüp öttük. Cungo hükümeti yukarı leksiyelerde görgünümüzdek hazır Amerika Koşmuş Ştatları bilen soğudu uğraşıda 50 şişke teyyarlandı. Şundakla tetkikatçı Zamberman dedi, hazır Prezident Trump hükümeti Cungo hükümetini tuyuk yolga kıstavatıdır. Xuddi şundaqla qıstagandek Cungo hükümetimiz şundaq cevap qaytarışını Amerikaga şundaq cevap qaytarışıga mecburlavatıdır. Aldığı mаңдыға yol mu yok itilip boldu. Keynige çekindiğe yol mu yok itilip boldu. Söhbet üstüge kel dedi, lekin söhbet üstüge kelidiğe yolunu mu taqaptaş dedi. İtibetdi, tosip koydu. Demek Cungo hazır muşalığı keldi dedi. Washington Post gazetesiga maqala yazgan tadqiqotchi Zamberman. Demek Cungo hükümeti muşalığı keldi. Enandikin Xalq gazeti Rimirboning e'lon qilgan maqolalar Amerika Qo'shma Shtatlariga qarta e'lon qilgan maqolalarda adaqchi elishimiz dedi. 6 türlük siyaset belgilep neme makamlıkla qo'llash dedi. Bu ikki qo'lliq tayyorlik, bir qo'lliq tayyorlik, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan savdo urushi qilishga tayyorlik. Hatta Amerika Qo'shma Shtatlarini tanqid qilib ko'chizolmagan edi. Şundaqlı popozu işletdi dedi. Demek hazır Xitay hükümeti hem o taraftan savdoda cevap qaytırış. Mesela sen 160 milyar dollarlık tuvarga baş koyacağın bolsan, men hem 160 milyar dollarlık tuvarga baş koyman dedi. Ötken de isimlerde bolsa gerek, bazı elişimiz dedi. Yani öyle isimlerde bolsa gerek, kanga kan, can alımız diyen. Lekin leksiyat nemedi arlıqta, neme dedi arlıqta ular sel to'xtab qolgan edi Cungoliqlar. Yoki bo'shab qolgan edi deydi. Endilikda yana qarishtirdigan yo'lni tanlab oldi dedi. Biz o'tganda leksiyamizda shundoq degan edik vatandoshlar. Bu yerda Jungo millatchilari, Xitoy millatchilari rol o'ynayapti. Xi Jinpingni qattiq bo'lishga kuch ko'rsatgan Xitoy millatchilari. Belki ilacı bo'lmaganda chekinishga majburlaydiganmi Xitoy millatchilari. Mushu arlıqda bo'ladigan ish o'rtada ziddiyatlar o'tkirishidir. O'rtada kurash, ya'ni huquq talashish kurashlari o'tkirishidir. O'rtada bir-biridan toptani qilishlar o'tkirishidir. Shunday qilib hozir nima dedik? Jungo hukumati Amerikadan o'ch elishga, Amerikaga javob qaytarishga mesela savdo urushida tamoyni beji qo'yish bilan javob qaytarish shunchalik asosan bormi? Tünügün umaç işçivatkanıdan 40 yıl öttü. Amerikalıklar sana dollar harcayışını üretip koydu. Prezident Bush dedi. O geçirenler. Prezident Trump dedi ki biz cüngülüklerine baktık. Bekip çoğunkulda kata koşup koyduk diyen mərli söz degende söz. Ameliyatı şundak oldu. Tətürpək, sonra tətürpərq degen gep, əməliyyatın nəq dollarını, kök dollarını Xitayının yan çıxıqı selip koy degen gep. Bugün ahırki hesaptazı Xitay nemi deydi? Adaqçı elişiş. Demek sen pozisiyasını şundak belgildin degen gep. Pozisiyonu şundak belgildin, Amerika Qo'shma Shtatlari elişiş. Amerika Qo'shma Shtatlari nemi deydi? Yani hazır tayyorlaydigan bir maqolamiz var kelip kaldı. Mesela Prezident Trump bu qatam Xitayning bir yol, bir belvoq siyasi to'g'risida mı to'xtaldi? Aşkarı to'xtaldi. Bu xato degan yerga elib keldi. Demek hazır savdo sohasidagi munosabatlar, savdo sohasidagi elishishlar, savdo sohasidagi bir-biriga bosh qo'yishlardan olib chiqib, bundaq vaziyat mutlaqligi yoki vaziyat holatidan olib chiqib, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'tirisidagi munosabatlar, savdoga aloqador munosabatlar hozir siyosat sohasiga kirib keldimi? Mesela ilk cümle Prezident Trump ne mi dedi? Jungo'da okuş gelgen okuvchilarning hammasi jasus, go'yo ki jasus. Bu siyasi ibare oldu. Şundaqlı bir yol, bir belbaq doğrusu nemi ifade bildirdi? Bu demek hatasının siyasetinden dedi. Şuningdek yana bir xabarda shunda bir fikir keltirdik. Mesela biz Pakistonning sizlarga misol olgan edik. Pakiston ayni chog'da Xitoydan qarz olgan bir yol, bir belbaq bo'yicha qarz olgan pulni qaytara olmaydi. Yakuning hisobotini Jungo'ga qilib berolmay oxiri IMF
xalqaro pul fondi jamiyatiga iltimos yozgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari rad qildi. Xalqaro pul fondi jamiyatidan Pokiston qarz berishni rad qildi. Demak, bu yerda gap nihoyatda oddiy. Pulni Xitoydan oldingiz. Xitoy sizni shu qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Shu holga kelganda endi siz xalqaro pul fondi jamiyatidan bizni qutuldiring desangiz, bu oqmaydigan ish dedi. To'g'ri gap, odil gap. Siz Xitoydan olgan ekansiz, Xitoy sizni shu holga keltirgan ekan Pokiston. Buningga albatta Jungo ile o'zingiz qanday qilsangiz shu bo'ladi dedi. Pokistonning iltimosi rad qilindi. Shundaqli yaqinda tayyorlamadik. Alloh xoliskilar qatam tayyorlaymiz. Moskva Jungoning bir yo'l, bir belbog' siyosati bo'lib, bu O'rta Osiyoga munosabatli siyosatini qattiq tanqid qildi. Jungolar Osiyoning munosabati yaxshi-ku, qattiq tanqid qildi. Mushularni qo'shib kelganda Jungo apandi bugun nima ish qiladi ekan? Savdo urushida Amerika bilan qarshilashadi ekan. Sen bir qatim bosh qo'ysang, men bir qatim bosh qo'yaman. Elishman degan yerga yet. Mening o'ylashimcha Xitoy hukumatı bu elishni xato tanlab oldi. Shuning ishininglarki, Xitoy hukumatı Amerika bilan elishni xato tanlab oldi. Bu yo'l sen tanlaydigan yo'l emas. Faqat sen tanlaydigan yo'l boshdan oxir deb kelyapmiz. Ayni vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosiy so'q munosabatlar urush bilan elishganda Gorbachev aniq qoldi, axloqli qoldi. Qaysi yo'lni tanlab olgan bo'lsang, sen bugun Osiyoning Gitleri, ya'ni Osiyoning fashisti Jungo bo'lmay, Jungo senni amdi demokratik yo'lni tanlab, xuddi Gorbachev ichki ishlarni qandaq bir taraf qilgan bo'lsa, sen ham Jungoning ichki ishlarini shundaq bir taraf qilgan bo'lsang, sana amallik bo'ldi. Bir jumla so'zlar aytganda amallik bo'ldi. Hozir o'tgan leksimizda bir qatim so'zlik Jungoda ochliq, yemek-ichmakka munosabatlik ochliq mojarosi ketyapti. Men shu to'g'rida sizlarga leksiya so'zlamoqchi edim, vaqtim yetmadi hozir. Bugungi leksiyada so'z deyamadim. Ocharchilikning nima ekanligini hozirgi avlodlar sizlar bilmaysizlar, yigitlar, qizlar, hamshiralar sizlar bilmaysizlar. Hatta Xitoy fuqarolarim bilmaydi. Hozir Torbettirda 80 milyon odam dedi, shu vaqtki ocharchilik qo'yib, keyin o'ldirishlar bilan o'ldirishlarni mavzuning. Ocharchilik bu intayin qabohatlik ish. Hozir Jungoda ochliq ishchilarga o't ketish voqeasi yuz berayotganda, shu voqeada ilgirlab kelyapti. Men hozir so'zlamoqchi bo'lgan tematik ideyadan chetlab ketdim. Sizdan afv so'rayman vatandosh. Endi kelaylik. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining senatori Marco Rubio sizlarga tanishlik. Aktiv faoliyat qilayotgan, masalan, Xitoyga qarshi kishilik huquq jihatda aktiv faoliyat qilayotgan Davlat Majlisining a'zosi. O kishi Wall ko'chasi gazetida oldimizdagi jumadiyan tunigun kuni bir parcha maqola e'lon qilib, Uyg'urlarning hozirgi Xinjiangning vaziyati to'g'risida to'xtaldi. Shu kuni o'xshash vaqtda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy kamsitishga qarshi turish kishilik huquq komiteti ham shuning o'xshash savolni o'ttirib qo'yib va tanishtirib, Jungoning vakilidan iltimos, Jungoning vakilining oldiga savol qilib qo'yib, buning javob ber deb. Dushanba kuni Xitoy hukumatı buning javob berdi ekan. O tayyorlangan javob. Siz biz anglab turayotgan javob. Bu yerda yer tavrash hosil bo'lmaydi, lekin gap Marco Rubioning maqolasi bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu qatimki faoliyati bir kunga, juma kunga qo'yildi. Mana bu nuqta bilan siz bilan biz o'ylansak bo'ladi. Demak, Uyg'urga ko'ngil bo'lish xalqaro jamiyatda, avval Amerika Qo'shma Shtatlarida shu o'rin ko'tarilgan bo'lsa, bundan keyin Xitoy bu jazo lagerining masalasini qanday bir taraf qiladi? Bu bir. Ikkinchisi, bosh ko'rsatdik, savdo urushida elishiman dedi. Prezident Trump hozir Xitoyni qistab, oldig'imi, kaynigimi mang'olmaydigan bir holga keltiribdi. Ondaqda Prezident Trumpning oxirgi maqsadini o'tgan leksiyada dedik. Nima dedik? Amerika olimlari, Amerika gazetlari dediki, yer shari bo'yicha kommunizmni qarshi turish dedik. Bugun bu ish bilan kommunizmga qarshi turish, yer shari bo'yicha ikkinchi savdo urushining haroratini baldoq o'rlatish
Üçüncüsü dәл şu paytda endi Uyg'urlarning 1 million kishining nazarband qilinganligini, jazolash lageriga yig'ilinganligini Wol ko'chasida senator Marco Rubio'ning maqola orqali ifodalashi va shu kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy kamsizlik qarshi komitetining bu masalani alohida inchkilik bilan tilga olganligi biz umid qilamiz. Bandi biz hurmatli vatandosh Xitoy bekor qilish kerak. Xitoy jazo lagerini, Uyg'urlarni jazolashni, Uyg'urlarni xo'rlashni, Uyg'urlarni maxfiy o'ldirishni, maxfiy qo'l qilishni to'xtatish kerak deymiz. Biz shunday deymiz. Endi Alloh Amerika Qo'shma Shtatlari kuch ato qilsin, quvvat ato qilsin. Prezident Trampning siyosati shunday chiroyli kelyaptiki, Alloh xolisa balki Uyg'uram sizga nijotlik yetib kelishiga ishonamiz vatandosh.